zo'r psixolog bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizga o'qish uchun tavsiya etadigan 3 ta kitobim. Birinchisi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Ruhiy tarbiya kitobi. Bu kitob 3 ta tomdan iborat bo'lib, aynan yoshlik davridan to kattalik davrigacha bo'ladigan tarbiyamizdagi, axloqimizdagi, ruhiyatimizdagi o'ziga xosliklar yoritilgan. Ikkinchi kitob esa Erik Frommning Imet ili быть, bor bo'lmoq yoki bo'lmoq deb nomlangan kitobi. Bu kitobda inson o'zlikni anglash uchun nimalarga e'tibor qaratishi lozimligi haqida berib o'tilgan. Uchinchi kitob esa Zigmund Freudning Psixoanaliz kitobi. Bunda esa aynan bizda ruhiy holatimizda bo'ladigan vaziyatlar bizni qaysi davrimizda, qayerda paydo bo'lganini aniqlab olishga yordam beradi. Psixologlar uchun juda ham ko'p kitoblar bor. Men hozir bor yo'g'i 3 tasini aytdim. Sizga qiziq bo'lsa, yana 3 tasini izohda qoldiraman va siz yana qandaydir kitoblar o'qigan bo'lsangiz, albatta kommentariyalarda yozib qoldiring.